Qodiriyning dramasidan tortib subyektivning katta ko'rsatuviga ham muhim mavzu bo'lgan o'zimizning to'ylar haqida gaplashamiz. Bir ustozim aytgandi, 1950-60 yillarda Toshkent shahrining Chilonzor tumaniga ko'plab odamlarni ko'chirish uchun avval xalqning ziyoli qatlamini ko'chirgan. Shundan so'ng oddiy aholi ham birin-ketin ko'chib o'tgan ekan. Ha, yaxshilar. Odamlar jamiyat bo'lib shakllanibdiki, ularni boshqarishda ziyolilarni o'rnak qilib ko'rsatishadi. Jamiyatimiz rosmana kurashib kelayotgan bu to'y mavzusiga ham nega ziyolilardan foydalanishmayotgani meni ajablantiradi. Ha, bizning ham xayolimizga aynan shu gap keldi. Lekin mayli aytmaymiz. Chunki loyihamiz tazyiqqa uchrashini xohlamaymiz. Tajribamdan shu ma'lumki, ko'plab aqli raso tengqurlarim to'yini dabdababozlik bilan qilishni xohlamaydi. Ha, yashashni qo'yib bering o'zimizga. Sizning orzu-havasingizni ko'tarib isrofgarchilik ekanini isbotlash bu bizning buzilib ketganimizni anglatmaydi. Qodiriy bu muammoni oldini olish uchun dramasini hatto o'lim bilan yakunladi. Ha, o'sha o'lim olomonni bu vabodan qutqaradi deb o'ylagandi. Lekin bobomizga hurmatsizlik bo'lsa ham aytaman, chuchvarani xom sanagan ekan. Yaqinda maromiylik degan hukumat dasturiga ko'zim tushib qoldi. Aslida kimga maromiylik kerakligini yaxshi bilishadi vazir va ulamolarimiz. Realist ko'zi bilan qaraganda oyligi 7 milliondan oshmaydigan oddiy aholi qilmaydi bunaqa dabdababozliklarni. Qilganlari esa masalda keltirilmish laylakka bahas qilgan chumchuqchalardir. Mayli, qilsa qilibdi, o'zining puliga qilibdi, senlarning nima ishing bor deyishingiz mumkin. Bizni ularga aytadigan gapimiz yo'q, lekin maqsadimiz boya ta'kidlab o'tgan chumchuqchalarni dunyoqarashini o'zgartirish. Ba'zida to'ylarimizda xarajatni bo'yniga olgan kuyov bola sahnada turib uni shu bo'm-bo'sh g'oyaga majburlagan olomonga qarab to'y. Ha, senlar to'y deb turgandek ko'zimga ko'rinadi. O'ylab qolaman, balki to'y so'zi sinonimlarga ham ega emasdir. O'zbek tilining izohli lug'atida faqatgina bir ma'noni anglatar. U ham bo'lsa buyruq ma'nosi. To'y. Ha, senlar to'y.